telefoni. Aka, yaxshimisiz? O'g'lim yangi chiqayotgan blogerlardan magazinini reklama qilib bersinmi? Aka, yomon qilaman. Ishoning, qo'y yog'isini chiqarib yuboraman. Bo'ldi aka, shu telefonlar narxlarini tushirganmiz, o'shancha sindirib berish kerak. Telefonlar narxlarini sindirgan kadrlarni olib bering aka. Qadrli do'stlar, qo'limda turgan iPhone 17 telefoni. Mana, Bular narx sindir degan ekanda. dada xavotir olmang, shunaqangi zo'r bloger bo'laman. Bobur Mansurov men bilan kolaboratsiyali video olaman desa, yo'q deyman. Mana desa o'g'lim. Qara, imkon bor ekan. Yur reklama qilib chiqamiz. Ketdik dedi. Ishonaveringlar, bunaqasi bo'lmagan Imkon savdo markazida belgilangan turdagi maishiy texnika hamda smartfonlarga 50% gacha chegirma e'lon qilindi. 3.416.000 so'mlik Texno telefoni 1.708.000 so'mdan. 3.703.000 so'mlik Oppo telefoni 50% chegirmada 1.852.000 so'mdan. Undan tashqari ko'plab smartfonlarni 50% chegirmada xarid qilishingiz mumkin. Xolodilnik, televizor, belgilangan barcha maishiy texnikalarga 50% gacha chegirma. Mana shu Samsung brend ostidagi televizorni xarid qiling, xohlasangiz bonusiga buni olib keting, xohlasangiz buni olib keting. Aksiyadagi mahsulotlarni boshlang'ich to'lovsiz 12 oylik muddatga birgina pasport orqali xarid qilishingiz mumkin. Shoshiling, aksiyadagi mahsulotlar soni cheklangan. Malades bolam. Men podдержкаdaman. Dada sindi. Sen bloger bo'lma. Sen undan ko'ra tahorat olish o'rgangan.